Bu gaplar bolangizni bog'chaga berishda sizga qo'l qiladi. Детский сад. Bolalar bog'chasi. Где находится ближайший детский сад? Yaqindagi bolalar bog'chasi qayerda joylashgan? Очередь. Navbat. Нам нужно встать в очередь в детский сад. Biz bog'chaga navbatga turishimiz kerak. Заявление. Ariza. Я хочу подать заявление через госуслуги. Men gosуслуги yoki davlat xizmatlari orqali ariza topshirmoqchiman. Группа. Guruh. В какой группе будет мой сын? O'g'lim qaysi guruhda bo'ladi? Воспитатель. Tarbiyachi. Кто наш воспитатель? Bizning tarbiyachimiz kim? Тихий час. Uyqu vaqti, tushlikdagi dam olish. В садике сейчас тихий час. Дети спят. Bog'chada hozir uyqu vaqti, bolalar uxlayapti. Farzandingiz uyda zerikib qoldimi?